Kanalimiz a'zolari, bugun shuni robotdagi obyektimiz quyib o'zini g'oyaziga yetkazdi. Bu uchun o'zimizdan tekisa qilib quyib yakunlab bo'ldi. O'sha bu yoq shuni robot kanal bo'yidan kirish bu yoq shuni polnisda uylarning ichini quyib bo'ldi. Ko'cha qoldi. Ko'chani Alloh xolsa ertaga quyish jarayonini ko'rsatib boramiz. Polnisda bo'ldi. Bez uloqsiz, bez choksiz ponni quyib, masalan, like, komment, obuna bo'lishni unutmang albatta. Manfaatli bo'lish uchun ko'proq kanallarga tarqatish qilsangiz manfaatli bo'ladi. Albatta obuna bo'lishni unutmang.